Assalomu alaykum. Bugungi video darsi orqali biz Sejong Hangugo bir A kitobi textbookdan birinchi mavzu asosiy joylarni o'qib tahlil qilamiz. Asosiy joylarni. Demak, bu yerda hop mavzuyimizning nomi Annyeong haseyo, chonin Anna yeyo. Salom, men Annaman. Bu mavzuda davlat va kasbga oid lug'atlar berilgan va grammatika yeyo, yeyo va indin grammatikasi bo'ladi. Hop, bu yerda hop lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Faqat tez holatda mana Hanguk saram koreyalik, Kanada saram kanadalik, Vyetnam saram vyetnamlik, Miguk saram amerikalik, Fransiy saram fransiyalik, Teguk saram tailandlik, Indoneziya saram indoneziyalik, Chunguk saram xitoylik, Ilbon saram yaponiyalik, Rossiya saram rossiyalik, Keniya saram keniyalik. Va kasblar: Hevesavon xodim, Tiangsang talaba, Isa shifokor, Kyongchal politsiyachi, Sonseng ustoz o'qituvchi, Kasu qo'shiqchi, Yorisa oshpaz. Endi grammatikamiz yeyo yeyo otga qo'shilib uni bayon qilish uchun ishlatiladi. Tarjimasi holatga qarab bu yoki man deb tarjima qilinadi. Birinchisi Hevesavon yeyo, siz firma xodimimisiz? Ne, Hevesavon yeyo, ha, firma xodimiman. Ikkinchisi moja yeyo, bu kepkami yoki bosh kiyimmi? Ne, moja yeyo, ha, bu bosh kiyim. İkinci grammatikamiz indin tanishtirish uchun ishlatiladi. Tarjimasi yo'q. Uli bo'lsa-nin, undosh bo'lsa in qo'shishimiz kerak. Hop, birinchisi Yujin Shi Tongsengin Tiakseng yeyo. Yujinning ukasi talabami yoki Yujin ukangiz talabami? Ne, Che Tongsengin Tiakseng yeyo. Ha, mening ukam talaba. Ikkinchisi Abojinin Yorisa yeyo. Otangiz oshpazmi? Ne, Abojinin Yorisa yeyo. Ha, otam oshpaz. Bu yerda matn berilgan. I saramın Marishi yeyo. Bu odam Marishi. Marishining Chechingu yeyo. Mari mening do'stim. Marishining Hevesavon yeyo. Mari firma xodimi. Va birinchi mavzuda berilgan dialog, ya'ni insa salomlash. Shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, pastda ikkita savol ham bor. Buni endi haqiqiy audiosini eshitsak yaxshiroq. 1번 안나 씨와 준호 씨가 처음 만나서 인사해요. 두 사람의 직업은 무엇일까요? 안녕하세요. 저는 안나예요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 안나 씨는 학생이에요? 네, 학생이에요. 준호 씨는요? 저는 회사원이에요. Eshitdik, endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana salom, men Annaman. Salom, men Chunoman. Anna shi o'quvchimisiz? Ha, men o'quvchiman. Chuno sizchi? Men Hevesavon xodimman dedi. Demak, ikkita odamning ismi. Shuni topishimiz kerak. Anna, Chuno. Xo'p, tu sarame chigobun moyo. Ikkita odamning kasbi nima? Demak, Anna xo'p, hakseng ekan. Hop, yozib ko'ramiz. Hakseng. Chuno Hevesavon bo'ladi. Hevesavon. Shu holatda bo'ladi. Keyingisi Chagisoge o'zini tanishtirish, ya'ni birinchi mavzuda kelgan ilgili qism. Chagisoge Chagiril Sogehanin Kiriye o'zini tanishtirish matni. Tu sarami yerimga chigobim moshilkay. Ikkita odamning ismi va kasbi nima? Demak, birinchi odam Annyeong haseyo, chonin Vei yeyo. Chonin Chunguk saram yeyo, Yorisa yeyo. Salom, men Veiman. Odamning ismi Vei ekan. Vei. Men xitoylikman, oshpazman. Ikkinchi odam Annyeong haseyo, chonin Yuna yeyo. Chonin Hanguk saram yeyo, Kasu yeyo. Salom, men Yunaman, koreyalikman, qo'shiqchiman. Shunda ismi Vei bo'ladi. Vei va Yuna bo'ladi. Chigobim moyo kasbi nima? Xo'p, Yorisa, Kasu. Shu holatda bo'ladi. Va mana bu yerda Yorobunil Sogihaning Kiril Soposayam. O'zingizni tanishtirish matnini yozing. Ya'ni hozir o'qiganimizdan qolib olib, mana bundan o'zingizni tanishtirish matnini yozsangiz yaxshiroq bo'ladi. Bu qisqacha va tez tahlil bo'ldi. Bu videolar orqali biz SK imtihoniga tayyorgarlik ko'ramiz. SK, ya'ni Sejong koreys tilini baholash imtihoni. Shu joygacha bo'ladi birinchi mavzuyimiz. Salomat bo'ling.